G'arbki hayot asri televiziya teatr qilib ishlangandan keyin eng ojizlashtirib etilgan obraz qaysi? Ya'ni Sunzay gansi mavjudligimi yo'qolib ketilib tas qolgan bir obraz bor. Qaysi? Oq ejderha at, ya'ni Baylungma. Meni Gwanju qo'llab mazmunning davomini anglang. Asli asarga qarasaqmi, bu yerda Baylungma Sun Wukongdan keyin Lam Tangsunning ikkinchi shogird bo'lib kirgan. Biroq bundan keyingi safarga qarasaq Tangsunning 3 shogirdi bor deydi. G'arbki bu to'yda nomag'ilmang deydi. Bu yerda Baylungmaning mavjudligimi yo'qolib ketgan tas qildi. Endi o'rnidan epetgan vaqtdimi yolg'iz Baylungma emas, barliq ejdershohlarning o'rnimi bo'valib ya'ni bir yomg'ir yog'diradigan bir muakkal o'rniga tushirib qo'ygan. Endi g'arbki soatga o'xshash boshqa bo'lmasang yoki boshqa mush xarakterdagi televiziya teatri qarsa, bu ejdershohlarning siyr karomati nihoyat yuqori, martabasi nihoyat yuqori. Funksiyonban ya'ni avliyolar tartibi qatorida xil oldin qatorda turdi. Asardimi qarsanglar nommakli sapri oyoqlashgandan keyin Lingshandan xislatlar tog'da faqat Baylungma qilib qoldi. Qarsang yenib kelgan vaqtda qarsanglar Tangsunglar 3 shogirdlar bor, Baylungma yo'q. Ya'ni bu shu Lingshanda qilib qoldi. Endi sehr karomat maharat jihatdimi bu Baylungma Jubaji bilan Shasungning oldida turdi. Masalan, asardagi Huang Baoga ya'ni Tangsungning yo'lbosga o'zgartib qo'ygan bir alvasti bor Sun Wukong yo'q vaqtda. Shuning bilan boshda Tangsung bilan Shasung ikkisi berib birlikda jang qildi, biroq Shasungni tutib oldi, Baji qechikdi. Bu ikkisi bir bo'lib tanklanmaydi. Biroq keyin kelgan vaqt bo'lsa, bu yerda Baylungma bir qizbolga o'zgarib kirib, Huang Baogani o'ldirib atqali tas qoldi, oxirgi yordamlab chiqdi. O'sha qarsanglar his qila olasizlar. Ham keyin bir davlatning eng kuchlari yo'qolib ketib, 9 boshli qurt bilan jang qilgan vaqtda bu yerda Baylungma o'tirib chiqdi, qolganlar hal qilinmagan masalalarni hal qilyotdi. Müşahidimi Baylungmaning marti yeni bir qitim chiqqan. Mazmunning o'chib ketmaslik uchun bir tal yaxshi yurganlarni aymanglar. Endi savol, müşahida Arlangshanni chaqamısimi? Arlangshan 100 yordam kelib bu 9 boshli qurtni tutishga qatnashdi. Bu nemishqa? Hem ahirdan 9 boshli qurtni o'ldirib atmaydi. Bu asarga qoida qarsak, Sun Wukong Erish ordusida oq tergi bor alvasta bo'lsa o'ldirmaymiz. Oq tergi yo'q, odatga alvasta bo'lsa Sun Wukong chuqur o'ldirib atdi. Undaqda bu 9 boshli qurtning orqa tergi zoti kim u? Erishdiki qaysi avliyodir? Bir qism do'stlar so'rdi, bizga kitoblarni tavsiya qilamsiz, boshqa yaxshi narsalar yo'qmi deb. Uning uchun bir qism mahsulot chiqarayotganlarmi mening narsamni tavsiya qilib bersangiz deganlar bo'lgan deb. Shuning uchun o'zining mahsuloti va yoki mulozimati qatorliqlarning sifat jihatda o'ziga ishonchi bor do'stlar. Men bilan aloqalashsanglar, hamkorlashsak bo'ladi. G'arbki hayot ushbachalik haqida qissa, suv bo'yida qizdiroq jush qatorliq mazmunlarim davomli yangilanib turdi. Yoqtirgan do'stlar, Gwanju qo'lishni unutmanglar. Rahmat.